Şöyle buluyorsun. Mahmut'un yaşında. Asabını sağlık görüyor. Sağlık yaşında. Orada şöyle buluyorsun. Gelelim. Selamat yaxshimiz. Hani ko'rganlar hep Akmalcan Ortaya göz geldi ağır yaptı. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك في ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين
لقد حق القول على أكثركم فقل لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقكم أغلالا فهي إلى الأسقان فاقمعون وجعلنا من بين أيديكم سدا ومن خلفكم سدا فأغشيناكم فهم لا يبصرون وسواء عليكم أنذرتكم أم لم تنذركم لا يؤمنون إنما تنذر من اتخذ الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليكم رسلا فكذبوهم فعززنا بصالح فقالوا إنا إليكم مرسلون قال ما أنتم إلا بشر مثلون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mana shu o'qilgan tilovatul Qur'onlardan, o'qilgan xatmi hojagonlardan, oldimizga solingan dasturxonlardan yegan ichgan hosil bo'lgan sahobalardan. Avvalo Rabbimiz Allohga durud va tahiyatlar bo'lsin. 18 ming olami sarvari bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va shariflar bo'lsin.
Avvalo odam ota-ona havoga 124 ming payg'ambarlarga, aziz avliyolarimizga, sultonlarimizga, to'rchaxoriyollarimizga, pir ustozlarimizga, pir peshvolarimizga ulardan ko'plashib hosil bo'lgan savoblarni shu Orifjon Habibulloh akamizni, ota Muhammadjon amakimizni ruh poylariga poyga parvardigor. Ota bo'lani ruh poylariga poyga parvardigor. Shu akalarimiz nimaiki niyatdan, nimaiki talabda xayr ihson qilayotgan bo'lsa, Allohning o'ziga yon, Allohning o'ziga tavakkal qildik. Allah bir bola chaqalariga Alloh insof qilib, molilarimiz Allohdan yesqolishni poyga parvardigor. Shu akalarimiz baxtlariga onalar omon bo'lsin. Onalarini Alloh taolo avvalida omon berib, oxirida iymon berib, iymon bilan ketgan ahli mo'min Alloh rahmatiga olib qo'yganlar salomat bo'lsin. Allah barakat olsun Allah'a. Qahramon Hazrat Shohromadani Yoshlar polvon shogirdiman. O'g'lim bilan qizimda kiyman, yaxshilab tomosha qiling. O'ziga mos, chiroyli milliy san'atlarimizni namoyish etib beradi. Tomoshaning Abdulajon yaqinda bo'lgan sirk ustasini g'olibi bo'ladi. Qizim to'rbahorda ko'rgan o'ziga mos 1 metrlik ilon, ham 1 metrlik echkilar bilan olishib o'ynab beradi. Yildizxon qizim? Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyorgarlikni ko'rib turasiz, navbatda kezga beramiz. Tomosha qiling Odiljon. Hozir raqamlarni nimaga yigitning yo'ldoshi, yigitdir davlatning boshi. Qiz bola bo'lsa ham ko'rishdi, farzand kerakdir yigitga. Farzand bo'ladi joningga payvand. O'g'limni o'yini tomosha qilyapsizlar. Endi Abdulajonga yaxshi, polvon aka nimaga deb so'rasangiz, oyog'i chachab qolsa qo'li bilan yuradi, qo'li chachab qolsa oyoq bilan. Qo'li bilan yurgan holatda bemalol e'tibor berib tomosha qilasiz, oyoq bilan hattoki qancha baqa yugurib keling. Ilon bilan hech kelmadi, o'g'lim bilan qizim o'ynaydi hozir. Yordam qilib tursangiz bo'ldi menga. Choptiring. Biz suvga yetgan bor, yetmagan bor. Hazrati Shohromadan ikkita suvni bitta bo'lib qo'shilib turgan joydan olib kelyapman. Suv shirilmagan? Ha? Baraka, ashira suv beramiz sizga. Endi ko'zga ham bering. Baraka, sam ichib olaman. Baraka. Suv shirilmaganmi? Ana, zaman. Suvni maza qildingizmi? Rahmat. Mana shu to'y qilgan og'aynimiz bo'ladi, rahmat, salomat bo'lsin, farzanddan baraka topsin. Qarindosh urug' Qur'onlar kelgan kuni yaxshilab xizmat qilaverasiz. Menga bering, yo'qotib qo'yasin. Hozir tomosha qilasizlar. 2 dona o'ynataman. Bo'ling suvdi. Suv pastga tushib ketdi deyapti. Onamizga rahmat, salomat bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lsin. Onamiz umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Alloh nasib qilib nevaralar to'yda xizmat qilayotgan
Yana gir onamiz hojiga borib, hoji ona bo'lib kelsinlar Alloh akbar. Mayli, izga jumladan chiqarib olaman, bunday turib. To'yxona bo'lsa. Shu o'g'lim bilan qizim bilan ikki dona o'ynab qo'ydik. Bir qo'limizda ochib olmay deylik. Ustodim Loshin polvon aytadiki, polvon o'g'lim, boshing osmonga yetsa ham oyog'ing yerda tursin deydi. Yigitlarimizga kuch-quvvat vaqtincha, qizlarimizga husn jamol vaqtincha. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qilgan, yomonlikni birovga ravo ko'rmagin deydi. Yaxshi niyatga kirib ikki dona o'ynab qo'ydik, qo'limizda ochib olmay deymiz. Avvalambor yaratgan Allohim zamonamizni tinch qilsin, yurtimiz obod bo'lsin. Arzonchilik, sirobgarchilik bo'lsin. Kecha kunduz Allohdan tilab halol mehnat qilib, elimizga dasturxon solib, noz ne'mat shirnosh qilgan, avvalambor mashhur qilgan akamiz bilan to'ygan ayamiz farzanddan baraka topsin. 2 yosh baxtli, saodatli bo'lsin, to'y bolalarning umrlari uzoq bo'lsin. Vodimiz bir-biri san'atkor akalarimiz ham fayzi bilan bo'lsin. Polvon aka, meni ham Allohdan umidim bor. Yaxshi ko'rgan farzandim, nevaram bor. Mana bir to'y qilsam, ot chaqtirib, yerchang etib, shu Lochin polvon shogirdlarim bir o'ynasamda bir havas bilan tomosha qilgan. Bir to'y talab bo'lsa, bir farzand talab bo'lsa, to'y qilgan akamiz qodir bo'lsa, 500 so'm pul so'rab qo'ydi. Polvon aka ikkita yaxshi nonni pulni so'rab qo'ydingiz. Uyim yaqin bo'lgan bitta oshliq berdigan bir sherni bolasi bo'lsa 200 so'm pul so'rab qo'ydi. U ham 100 so'm so'rab qo'ydi. Shu qizim bilan o'g'lim ayar borganda bir yo'qlab qo'yganlarda haloldan topgani haramga ketmasin, zurriyoti befarzand o'tmasin. Shu umid bilan to'y qilgan akam bilan opam farzanddan baraka topsin, san'atkorlarni fayzi bilan bo'laversin Alloh. Abdullajon. Ha, bu dunyoda o'g'lim to'y talab bor, farzand talab bor. Dunyoda nomi shayton, o'g'lim. Yaxshi niyatdan bir aylanib borasiz. Shu o'g'lim bilan, Abdullajon, duo qiling. Pulda 2-3 bo'lar ekan, bir odam zotni yurakda bo'lsa, bir bilakda bo'ladi. Yurakdan qaynamasa, bilakka kelmaydi, havas qilmasa pul bermaydi. Shu ukalarimizga ham rahmat, salomat bo'lsin, maqsadlarini Alloh bersin. Rahmat. Shoshilmang. Rahmat. Barakalar. Otamni qarang, pensiya pulini beryapti. Otamdan haqiga bir qo'limizni ochib olmay deydi. Ko'pchilik duosi dardiga davosi deydi. Otamizning umri uzoq bo'lsin, rizqli bo'lsin. Bosgan qadami oldinga bossin. Otamiz Luqmon hakimi yoshga kelsinlar. Eng shuqli bo'lasi ustozim Loshinaqa polvon yigit bo'lsin. Rahmat. 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 Shoshilmasdan. Rahmat. Ko'taring. Rahmat. Ko'taring Abdullajon. Ha, shoshilmang. Rahmat. Rahmat. Hoji qalaysiz?